agar sizda immunitet ozgina slabый bo'lsa, bu jarayon sal uzoqlashadi. Hech kim bilan xabar bo'lib ketgani yo'q. Bu sizni organizmingizga bog'liq. O'shaning uchun men sizga nechta protsedurani kechikmaslikni aytaman. Ayniqsa uzoq vaqt oldin eski rastashuvka, eski tatuajlar bo'lsa, o'shalar tezroq o'chadi. Sababi o'sha ularni atrofidagi mayda kraskalarni immuniy sistema tozalab bo'lib, glavniy katta kraskalar qolgan bo'ladi. 10 yil bo'lgan. 10 yil bo'lgan. Yana ham tezroq ketadi. Kojani ichida igna ko'p o'ynagani hisobiga kojani tikida ichki tarafida shram, rubets paydo bo'ladi. Shram paydo bo'lgandan keyin qoshlar bor hisobiga mana bu yerda shram uncha ko'rinmasligi mumkin. Uni master yaxshi biladi. Shramning ustida kraska va shramning tagida основной kraska, ya'ni ona kraska. Shram ustidagi kraskani birinchi, ikkinchi protseduralarda lazerlarga yoki boshqa narsalarga borsangiz olib tashlashingiz mumkin. No shramning tagidagi kraskani ololmaysiz. Bizada 99.9% ayollarda почти qoshda shram bor. Buning sababi ko'p удаление qildirmasdan ustma-ust rastashuvka qildirishga oqibati, masterlarning neправильный texnikasi bo'lishi mumkin. Hamma masterlarni aytmayapman, ko'p bazaviy обучение olmagan masterlarni aytyapman.